Октагон 84, дорогие болельщики, снова здравствуйте, снова тет-а-тет и снова горячие два бойца, которые точно покажут нам нечто невероятное в клетке 1 февраля на турнире в Ташкенте. И сегодня со мной Жасурбек, узбекский Тайсон Жураев. Assalomu alaykum. Легенда. Hormaylar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Tarvuz pishyaptimi? И Камариддин Камиль Карате Хасанов, легенда еще больше, чем Тайсон, я думаю, гораздо больше легенда. Поэтому, ребята, эти два человека, они всегда приносят шоу, всегда приносят радость, энергию в клетку, которую не сравнить ни с чем. Вы знаете, кто такой Камиль? Когда он появляется в кадре, появляется в клетке, люди сразу примыкают к экранам, и им интересно, что будет дальше. Да, там есть хейтеры, которые хотят, чтобы он проиграл, есть болельщики его, но именно поэтому популярные люди и становятся. Я вам открою секрет. 90% ждут моего проигрыша. Ну, я думаю, Конор, когда поднимался, было еще хуже. Было там то же самое, а потом все эти 90% стали его фанатами, поэтому, ребята, хейт — это полная фигня, это полная хрень. Если на вас обратили внимание и написали комментарий, вы должны сказать спасибо человеку, даже если он там очень плохо о вашей семье отзывается. Сказать, Марсель их контролирует с воздухом. Я думаю, что хейтеры делают хорошо всем. Выпускают пар, нам делают активность, им делают контракты рекламные, поэтому, ребята, продолжайте, мы вас любим. Только вапеш. Бірінші сұрақ, давайте только узбекча. Только узбекча. Да, как... Aka boshqa nima bosamiz? Ну, у тебя выбора нету, да? Jaydaritasiga bosamiz. Ты как этот, как без выбора остался. У Камиля есть выбор, он может и на 4 языках поговорить, я знаю. Но, пожалуйста, давай на узбекском, чтобы было понятнее болельщикам. Нас Октагон не только узбеки смотрят, и таджики, и казахи, киргизы, из России, из других стран, также Азербайджан смотрят. Поэтому я думаю, русскоязычный это общий, чтобы все понимали. Да, но у вас противостояние, которое ждет в первую очередь Узбекистан, и ты знаешь хорошо узбекский, по возможности давай проведем эту конференцию бойцовскую на узбекском. Первый вопрос гостю задам, Камилю. Расскажи вот после конфы, что подумал, какие ощущения, с Голдом вы зацепились, как будто теперь, блин, все внимание на ваш бой с Голдом, а твой поединок с Тайсоном без внимания остался. Ular men uchun обычный odam. Ikki qo'l, ikki oyoq, shu gapirish bir xil. Nima endi dostoyniy desa odam qo'rqishi kerakmi? Men hech kimdan qo'rqadigan joyim ham yo'q. U katta gapiradimi, boshqa gapiradimi? U o'zining ishi. Men любое время газ держу. Главное, чтобы хайвес у них вот это буду забрать. Menimcha, mana shu orqasidan yoki bir ikkita g'iybat qilib yo gap qilmay, masalan, yuziga gapirsa, menimcha to'g'riroq bo'larmidi. Chunki Goldan bizni Qashqadaryo zemlay bo'ladi. Ular yaxshi bola, dostoyni o'ziga ishongan, ya'ni qiyinchiliklardan chiqib, prosta endi oralangda nimadir o'tgandir, bir sovuqchilik o'tgandir yoki menimcha o'zim fikrim bu, shunchalik bir o'zi masalan o'zi bilan yuzma-yuz girin qilib, problemalar bo'lsa cho'zib olgandan yaxshi bo'ladi o'ylayman. Октагон покажет. Тайсон, ты вчера тоже хайпанул уже там нарезки на конференции много. Ты слишком добрый, говорят Камилю. Хурмат juda ko'p Kamilga, слишком. Kamil, ha. Juda ko'p. Chunki Kamilni O'zbekistonda ham hurmat qiladi, yo Qozog'istonga borsa ham, yo Tojikistonda ham, zotan o'zida ham, Qirg'izistonda ham. Chunki Kamilda men to'g'risi oramizda bizdan sovuqchilik yoki bir narsa o'tmagan. Chunki qayerga borsa ham o'zi hurmatini biladi. Chunki qayerda borsa ham masalan o'zining o'rni bor. Birovga yoki masalan o'tib osilganini yo men ko'rmadim, bilmadim. Endi kim qanaqa o'ylaydi. Hamma yaxshi chiroyli jang ko'rsatib, kam gapirib, kam gapirib, yaxshi urush qilib, dastoy jang ko'rsatgancha menimcha o'shanchidan juda hurmati baland bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ko'rgan bo'lsam, men hammasini urushib kelganman. Sen bilan lekin hech nima qilganim yo'q. Bilamanki, sen ko'ngling toza. Ko'plar bor, ko'ngli basharasi toza bo'lishi mumkin, lekin ichi qorayib ketgan. Sening esa iching top-toza, yaxshi bo'lasan. Shuning uchun men sen bilan hurmat qilib,
kecha ham bugun ham yaxshi gaplashib o'tiribmiz. Boshqalarga qarasang, betiga qarab bilasanki, ko'ngli toza mana shu iflosingga kir bo'lib ketganman. Sen ko'ngling toza, bilaman, yaxshi bo'lasan. Sen oilang uchun, o'zing uchun harakat qilyapsan shu Shunaqa. vataningda bayrog'ini ko'tarish uchun. Chunki hammamiz ham masalan oilamiz uchun harakat qilyapmiz. Masalan, sen ham oilang uchun harakat qilyapsan. Men ham masalan chunki nima uchun? Biz ham maqsadimiz shu, oilamizni ta'minlash uchun, ota-onamiz yaxshi yashasin, kelgusimiz oddiy bir kelajagimiz qurish uchun qo'ldan kelgancha borini berib, mehnat qilib, gazini bosyapti. Chunki bu sport, bu jang. Bu sport, bu jang. Oramizda to'g'ri jangda boshqa narsa, lekin hayotda inson bo'lish kerak odam. Odam bo'lib qolish kerak. Mana jangning ichida jang boshqa. Jang har kim ham chiqilmaydi. Mana bu ba'zi bir deb gapirayotgan, g'iybat qilayotgan odamlar, masalan, negalar har kim ham chiqilmaydi, duxi yetmaydi. Oktagon chakirganidan keyin oyoq qaltirab qoladi. Yo'qsa mujiklarning joyi. Hurmatli ko'p muxlislarga qiziq emas. Hurmat. Sen yaxshiligingga tushmay qiziq emas. Odamlar gapirib keladi, gapirib yuradi. Chunki o'zimizda shunaqa narsa bor, qancha yomon bo'lsangiz, yo nimadir qilib, hype qilsangiz, o'sha narsa odamlarga qiziq o'zimizda, interesni. Yaxshi inson bo'lib, nima dedi? Qancha yaxshi bo'lsa, shuncha odamlar qiziqmas bizda. O'zimiz bilmayman, endi shunaqa. Lekin meni bilmadim, odamlar shunaqa balchiklarim ko'p. Hozir jinni bo'lganimchimi yoki jinnilikni yoqqanimchimi? Normal, shu baribir gapirgan gaplarim trend. Balchiqlar nima degani? Balchi, ya'ni fanat. Fanat, bunday. Ты уверен, что это будет скучно? Jayda achasiga aytganda fanat. Tushundingmi? Balchik. Men balchiq desang, balchiq nima ekan debman. Это точно не будет скучно, Габиль. Он просто все, что говорит. Yo'q, men balchiqlarni deb eshitdim. Это рыбаки? Balchiqlar. Балшиктар это кто? Balchiqni Рыбак, что ли? loy bo'ladi-ku. Sizlarda nima deydi balchiqda? O'zbek tilida fanatlar nima deydi? Fanat degani muxlis. Muxlis de. Muxlisim degan odam. Sen balchiqlarim debsan. Endi U o'ris tilida u. Endi ora-sirada shunaqa gaplar ham bor. O'zbek tilida bor shunday gaplar. Rossiyaning poytaxtini Вообще не стесняйся. Rossiyaning Вообще не poytaxti. стесняйся. Poytaxti Moskva. Moskva, Sankt-Peterburg emasmi? Yo'q, Moskva. Moskvada. Hozir Moskva. Сан наоборот bir so'z aytasan, bu legenda so'z bo'ladi, поэтому bari yaxshi. Uyalma, вообще uyalma, uka. Вообще красавчикsan. Красавчикsan. Вообще uyalma. Bir narsa, один момент, что когда два казаха с ним уходили, вот эти последние крайние поединки, налево-направо в селекшене вырубали прям пацанов. Вот две победы у каждого там минимум было. И вот с ним вышли такие, он оказывается не такой простой, не такой смешной и простой, как кажется в кадре. Скажи, ты это понимаешь или все равно как бы, уровни есть уровни? Нет, я же вчера сказал, мне не важно, кто он, что он. Когда в клеткаga bu artist bo'ladimi, biznesmen bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kletkaning ichiga kirdimi, bu уже boец. Ko'plar aytadi, men boец emasman, unaqaman, bunaqaman. Kletkaning ichida hamma boец. Bu ham boец, professionalni boец, men ham boец. Bu blogerman deydimi, artistman deydimi, biznesmenman deydimi, u kletkadan tashqarida. Kletkaga kirdikmi, bu boец men uchun boец. Taysonning anaqasi bo'lmaydi, unisi yo'q, bunisi yo'q, uni pastga urish niyatim yo'q. Kletkaning ichida ikkovimiz ham boец. Buning niyati meni yutish, mening niyatim esa uni yutish. U harakat qiladi, men ham harakat qilaman. Shuning uchun pastga urish Taysonda niyatim yo'q. Bu men uchun bu boец. Harakat qilyapti, oilasini boqish uchun pul topayapti, через urush orqali. Hammaning yo'li har xil. Bizning yo'limiz esa shu направление, mana shu yo'ldan kirib, mana shu yo'lda pul topayapmiz. Durust? Da, qo'shilaman. Chunki to'g'risi ham-da, hamma o'z maqsadi pul topish bo'lgandan keyin bosish kerak, harakat qilish kerak. Olma atish, ovzima atish deb yotavermasdan undan keyin harakat qilib, haqiqatan Oktagon ligada shunaqa hozir imkoniyat berib, shunaqa qo'llab, padishga qilib turgan paytda kanishda bosish kerak, harakat qilish kerak. U yo Allohdan hammasi. Еще muxlislar жазады, болельщиктер, что Камилде
kurash yo'q, Tayson kurashga kiradi, srazu birinchi sekunddan rubka bo'lmaydi. So'laymi? Menimcha endi kurashim ham bor. Narmi ya'ni. Chunki Rossiyada Men boshqa aytay, bu srazu kurashadi. Nimaga deganda stoyka, mening stoykam yomon, o'zi biladi. Komandansi ham aytgan bunga. Bu bilan stoykada urushma degan. Biladiki, mening stoykam yomon, oyog'im, qo'lim yomon. Shuning uchun bu men uchun menga kurashga kiradi. Kurash qiladi, harakat qiladi. Udar qo'yg'azib yurmaslik uchun. Men udarim yomon, Yo'q. o'zi ham biladi. Komandasi ham o'rgatgan, Chunki- kurashga o'rgatgan, unisiga Chunki o'rgatgan, stoykam ham yomon emas mening ham. Stoykam ham yomon emas. Chunki stoykada ham urushib ko'rdim. Chunki o'tgan jangimda boksyor bo'laman, urushib ko'rdim. Stoykada normalni menimcha yaxshi jilayni ko'rsatdim, yaxshi jang ko'rsatdim. Normalni mahkam bo'ladi. U bola Qozog'istonlik sendan ham bir martaga chunki mahkamroq edi deb o'ylayman. Qiyinroq bola edi deb o'ylayman senga qaraganda. Chunki u yosh edi, qani qaynab turgandi. Qani qaynab turganda. Normalnigina bola edi, to'g'risi. O'shani kuchi ham normalni bola edi, lekin irodam va o'zimga ishonchim bilan o'sha yerda chiroyli g'alaba qildim. Allohga Sen ularga qo'shma. Ular kim? Kamil Karatekum, radnoyim, jigarim. Endi bu 1-0 qayerda? 12-4 qayerda? endi u narsani jang ko'rsatadi. O'shani aytayapman-da. U narsani jang ko'rsatadi. Qanaqa narsa bo'ladi, nima bo'ladi? Men jilayam bormi? Bosaman. Jilayam uryaptimi? Bosaman, ha. Chiroyli jang bo'lsa, chiroyli normal, mushni jang bo'lsa ko'rsataman o'zimda. Kirsak. Ha. Ko'ramiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Zo'r bo'ladi-da. Qo'ling pastga tushirma, qo'l mana shunday ushla. Normalni bo'ladi. Ushlatganingda Qo'lni tushirib urishaman. Qo'lni tushirib urishaman. Ha. Birinchi raundga ketib qolasan-da. Ko'ramiz. Sen men o'ylaring bilan yiqitaman deb o'ylayapsanmi? Men o'ylamayapman, bilaman. Aniq bilasanmi? Bilmasam gapiraman. Bo'ldi, jangda ko'rib olamiz. Shunisi zo'rda. Jangda ko'rib olamiz. Qani o'ylaring bilan meni yiqita olar ekan, meni o'ylari bilan yiqita olar ekan, qani ko'ramiz. Qo'ling ko'tarib turib, mana shu yerda tursin qo'ling. Aysin, mana shunday tursin. Meni formamni ko'rib bersam, o'yalib qolmasam bo'ldi. Bo'ldi. O'yalib qolmasam bo'ldi, mana shu yerda men ko'rib. Прям Рой Джонс bo'lasan bu, вообще без блок, без защита. Endi nima Даже Тайсон защита qiladi u. Tayson защита qiladi. Endi men shunaqa jang ko'rsatish uchun qilyapman. Bir nima deydi, ba'zi bir jangchilar bor, masalan, qo'l tishirib ham urushadi. Men bayslar jang juda ham tomosha qilaman. Ko'p jangchilar jangini tomosha qilaman, masalan, Habib, Conor McGregor, yana bir ikkita yaxshi Ilya Topuria janglarni tomosha qilaman. Chunki jangni tomosha qilib, motivatsiyalar men shug'ullanaman. O'shani qarab, rosa ko'p usullarni o'sha janglarda o'rganishga harakat qilaman. Nasib bo'lsa inshaalloh mana shu jangimda chiroyligini boy ko'rsatamiz. O'shalarda o'rgangan tajribalarimni. Было еще такое, что бой начинался, и с лоу-кика бой заканчивался с твоего. Хочешь что-то такое сделать? Или 15 минут, давно не дрался, полгода, хочешь что-то поиграть, может? Menikini texnikamni hamma biladi. Orqa tepishing bor. Orqa tepisham. Keyin bir urib qotishing bor. Tars tushsa, biz hamma sapenglar уже чувствует qiladi u narsani. Shuning uchun чувствует qilib, ular barbaga kirib ketadi. Stoyka yomon. Kimga tegsa уже чувствует qiladi. Lekin erkin bilan chestit qilmadi. Erka bilan Stoykada чувствует qo'lni qilmadi. urishdi. 4 round чувствует qilmadi deysam, minellar yutilib ketdi erka bilanning. Lekin normalni boy qoldi. ko'rsatdi. Boydan keyin aytdi-ku, eshitmadingmi? Normalni lekin boy Sen meni ko'rsatdi. yomon urding dedi. Agar jang singaman dedi, 5-raundga bormasding, men urib qo'yarding dedi. Lekin polni zo'rlik qildi lekin 4 jangda. round. Lekin polni zo'rlik qildi lekin jangda. Jang zo'r bo'ldi-da. Lekin Sola-sol bo'ldi. lekin sen ham yomon jang ko'rsatmading. To'g'rida 4 raund urishning o'zi bo'lmaydi. Chunki erkin bilan hozir darajasi juda ham formasi kuchli uning, tan olish kerak. Normalni formasi kuchli. Lekin gapi yo'q. Erka bilan karyerasida eng ugrozli urush men bilan bo'lgan. Minerlarga men shram qoldirib qo'yganman. Sen bilamiz, menimcha Odilxon bilan eng qiyin jangi bo'lgan. deb o'ylayman. Eng qiyin jang Erka bilan bo'lgan. Eng qiyin jang Odilxon bo'lgan. Odilxon men chusut qilmaganman. Eng qiyin jang Odilxon bo'lgan. Qaysi biri? Birinchi jang. Birinchi jang 3 marta ko'tiga o'tkazdim. Zota yenggan.
Zota Nima yenggan. bo'yicha? O'zbekiston bayrog'ini tepalarga ko'taryapti, zota yengyapti. Yo, bayroqni hamma ko'taradi. Bu yerda prичем bayroq urush haqida gap. Ya zota u yerda nima desam bo'lar ekan? Nima desang? Bu qanaqa urush bo'ladi, balki stoykada bo'lar, baribir kurash zota yengyapti-da. Ya'ni pobeda qilyapti u. Hisobladingmi necha marta o'tirdi? Birinchi bo'yimda? Birinchisida seni yengdi. Yo'q, Uni necha erkin marta bularni o'tirdi yenggandan, ko'tiga? erkin bularni yenggandan keyin seni yengdi Yo'q, shekilli. Odil qanday deyapman? Bilmadim, u jangdan ko'rmadim. Ayta, Ikkinchi jangdan ko'rmadim. Ikkinchisini ko'rmading? Yo'q, ko'rgan Charchab yo'q. qoldi bechora, charchab qoldi. Endi Senga u rosa o'zi- tayyorgarlik ko'rdim dedi, lekin yutqazib qo'ydim dedi. Hozir men bilan 3-bo'y o'tkazmoqchi. 3-boy. O'tgan safar vezib tashladi, boshqa qildi, qabul qilmadi dedi sen. Yo'q, qabul. Endi Kecha Instagramga gaplashib chiqardi. oldik. Xohlasang urushaverin deyman, men farqi nima? Bosinglar, omadlaring Aytdim, bersin. hozir endi Tayson ham urib qo'yadi dedim. Omadlaring Odilxonga bersin. aytdim. Bosinglar. Odilxon ham o'lam yomon Revansh, emas. hozir revansh Formasi qilsang bor-ku, normal. hozir revansh qilsang Odilxon bilan sen urib qo'yasan, spokойно. Endi biz o'zbek bilan urushsak, vayron qilsak endi to'g'ri Chiqding-ku kelmaydi. o'zbek deb Odilxon bilan urushding-ku. ha, boshida endi chiqdim, to'g'ri. Nima Boshida o'zbek chiqdim. o'zbek deysan? Ey, hamma men ham hurmat qilaman Tojikiston bo'lsam. Yo, Hozir endi- biron marta ko'rdingmi tojiklar bilan urushganimni? Ko'rmagansan. Yo, Hozir endi- nimaga baring o'zbek deysan? O'zbek men hammani hurmat qilaman, lekin urushib yuribsizlar-ku. Qarada endi bunday narsa bor. Endi boshida chiqishdan shunaqa bo'ldi. Endi niyat endi men Oktagon ligaga chiqish edi. Yo, bu niyatim sportning Oktagon interest. ligaga chiqish edi. O'sha Odilxon o'zi nima dedi? Odilxon hozir birinchi bir tortishib qoldi, boshqa bo'ldi. Bilaman, Interesli bo'lib qoldi. qanaqa Odamlar xalqqa qiziq bo'ldi. O'shancha birinchi jangda o'sha payt osmondan tushganda o'yatuvdim. Hech narsa bilmayman. Jaydar qishloqdan kelgan qiziqarli jang bo'ldi, urushdim, o'sha jangga chiqdim Oktagon. Hozir ham joylarmi? Endi hozir endi hayotdan ko'proq narsa o'rganib, tajribam bo'lsa, hayotda mana bu bunaqa qilgan ekan, bu noto'g'ri, bu yaxshi. Men mana shu narsalarni Oktagon ligida o'rganyapman. Sekin-sekin o'rganib, tajribalarim oshyapti. Oldin mana bu O'rganish kerak. kameraga kelgan paytim uyalib yotardim, gapirilmay yotardim. Hozir gapirishlarim yaxshi, qo'rqmay chiroyli gapiraman. O'rganyapman, tajribam oshyapti. Demakki, xato qilgan ekanman o'sha bir marta. Endi u narsa qayta bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu dunyoda xato qilmagan odam yo'q. Odam borki, xato qiladi. Odamzod borki, xato qiladi. Xatosi bitta Alloh. Вопрос такой. Много узбеков за тебя тоже болеют, Ага. потому что они хейтеры Тайсона. Что для тебя это значит? И многие таджики за него болеют, потому что там есть тоже некоторые твои хейтеры. Что про это скажешь? Hammada o'zining fan bazasi bor. Kimdir O'zbekskiy, я не знаю, чего сказать. А? O'zbekcha bilmayman, yaxshi. Про это мы смеемся, он рыгнул, блядь. Я думал, у меня узбекский хавает, что ли? Nima yeding, Tayson? Bugun Sonsa haqida chiqib Bugun ketdi. bugun sal qattiqroq ovqat yeb berdim chunki sen bilan urushga jang oz qilyapti-ku, o'shanga kuchni olib, baqot Somsa yedingmi? ovqat yeb yotibman-da. Sonsa yeding. Somsa yeganim yo'q, boshqa narsa yedim. Ответь, пожалуйста, заново. Hammaning o'zining bolelchiki bor. Tojikistonda ham, O'zbekistonda, boshqa mamlakatlarda. Meni yaxshi ko'radimi, yomon ko'radimi, lekin men hammaga sog'lik tilayman. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Boshqa hammasi zo'r. Хейтерлер бор. Heyterlarga. O'zbekistonda heyterlar seni Kamil uchun balet qiladi. Kamilning heyterlari Tojikistondan san uchun balet qiladi. Chunki unaqa heyterlar haqiqatdan bor ekan, chunki Tojikistondan biriktalar, masalan Tojikistondan odam Tojikiston bayrog'ini yasaydi, tashlaydi, Kamildur deydi. O'zimiz o'zbeklardan ham ba'zi insonlar bor, Kamil Taysonni ursa bo'lardim degan heyterlar bor judayam ko'p. Daxo'ya, endi ular heyterlarga nima deyman endi? Ularni og'zini yopib bo'lmasa, ularga aql kirmasa, 50ga kirib, 40ga kirib ham aga yozaveradi-da ular, so'kaveradi, negativlik qilaveradi, boshqa qiladi. Endi nima deyman, endi insof bersin, Alloh insof berib, to'g'ri yo'lda adashtirmasin odamlar. Nasib bo'lsa ko'rib olaverasizlar, heyterlar. Kuzatib turinglar.
Heyterlik qilishda davom etinglar. Sizlar borsizlar, bizlar aktivimiz ko'tarib beryapsizlar. Bizlarni rekka chiqarib beryapsizlar tepaga. Sizlar bo'lmaganlarida bizlar balki bu yerda o'tirmasdik. Sizlar borlaringga shukr. Что чувствуешь, когда читаешь этот хейт? Что O'qiganingda nimani o'zingda his qilasan deyapti. чувствует именно? Nimani o'qiganimda? Ya'ni Hate, yomon hate. kommentarlar o'qiysan-ku, shu o'zingga nima his qilasan? Chunki yomon komment o'qisam, to'g'risi men umuman nima dedi, taqmayman, kallamga taqmayman. Agar bir taqib qolsam bormi, oxirigacha borib mazasini qochiraman o'sha bittasini ushlab olib bo'lsa ham, itaraman, oxirigacha boraman. Lekin o'sha qafimda bular negativ har deb mayli, indamay qo'yaman. Kallama taqmayman. Eng to'g'risi shu. To'g'ri solay, to'g'ri solay. Daxuya problema bor. 100 ta problema bor. Endi o'ngami qarang, bu mana yozibdi ekan, to'kibdi ekan deydi. Yozadi, mevasi bor, daraxtga tosh otiladi, kanishni. O'shancha ahamiyat bermayman. Erkak hech qachon internetda hech yozmaydi. Erkak keladi, ko'tni ayiradi. Shunaqa. Durust? Shunaqa Hech qachon erkak хейтер internetda bo'lmaydi. Что-то хочешь сказать, приди и сделай, не Скажи пиши. в лицо. Скажи в лицо, да, вот, всем скажи. Mujik odam yuziga borib gapiradi. Ha sen shunaqa qilyapsan, sen xato qilyapsan, yo sen bunday qilyapsan deb gapirsa u boshqa mujikcha bo'ladi. Kommentda yozavermang. Katta bo'linglar ortiq, yoshlarning o'tyapti. Pingvin kabi bo'linglar, hech bo'lmasa. Pingvin ham toqqa chiqib ketyapti. Ko'rdingiz? Pingvin. Pingvinni ko'rdingiz yaqinda pingvin. Pingvin chiqib ketdi toqqa. Pingvin. Pingvин. Pingvin. Вот я этот pingvin, вот это, да. Toqqa chiqib ketdi. Hamma yer videoda tarqalib ketdi. Bir o'zi chiqib ketdi, hamma Birisi chiqib ketdi. Menga poq qo'ydi dedi. Orqasida 2-3 ta odam qolib ketdi. Sizlar qolsanglar qolaver. Sizlar qolsanglar qolaveringlar, menga poq qo'y. Men ketaman da o'zimning hayotimni ko'raman, o'zimcha yashayman dedilar. Dalvet hammasi qarab turibdi orqadagi. Qayerga ketyapti bu? Какой совет дашь Камилю? Nima maslahat berasan bo'ydi deyapti. Камильге. Qanaqa maslahat masalan? Ну, вообще... Men aytdimki, qo'lingni ko'tarib tur, u men bilan urushayotganda tushirma dedim. Sen nima maslahat berasan deyapti. Камильге. Men o'zim maslahatim bilaman. Endi o'zingda nima desam, senga maslahatim, sen sal ozroq endi bilasan, yoshing o'tgan. O'shancha ham masalan shu narsani maslahat berardim-ku, o'zingga ehtiyot bo'l. Chunki u ichiga kirgandan keyin men daydo'ydarlarim bor-da. Shunaqa ba'zi o'zim psixika buzuqligim bor, agar ushlab yo bir ta'limga boyab qo'ysa. Kasal qolsa. Mana bu tirsagimdan ehtiyot bo'l, mushtimdan ehtiyot bo'l, chunki uydarlarim juda ham hosil kuchaytirganman, juda ham qattiq tayyorlaganman, shunaqa mehnat qilib, o'shanchadan bir joying nimadir qolish xohlamayman. Necha kun mehnat qilding? Yo'q, men anchadan bir mehnat qilib yuribman. Yangi yildan oldin ham, undan oldin ham trenirovka qilib, polni bosib, bu yoqda sport zalda shug'ullanib, yaqinda ozroqdan tajriba olish uchun Samarqand keldim. Shu deb aytdim, nimaga 2 marta urushmayman kamilman dedingiz? Qachon? 1-2 marta ayting. Chunki undan oldin Yo'q, hozir aytayapsan, unda qan qilaman, bunda qan qilaman deyapsan, 2 marta. undan oldin Parvoz aka aytuvdi. Bitta ikkita jang o'tkazsa, urushaman deganman, men urushmayman demak, agar urushmayman deganimsa mana seni VSBingda qabul qildimmi? Men vizov tashlaganim yo'q. Oktagon berdi, Oktagon berdimi? Ha, Oktagon menga ham Oktagon berdi, mana qabul qildim. Davay dedim, urushaman dedim. Ya men sraz aytdimki, sen 2 marta, 3 marta o'ylab ko'ray degan. Menimcha sen tashlagan bo'lsang kerak deb o'yladim. Men tashlamayman. Men shunaqa o'yladim-da, endi u yoqda Oktagon degandan bergan uchun rad qilmadim. Pul ishlash kerak. Pullarim ketyapti meni. Chiroyli ham. Soqqam bosish kerak. Chiroyli jang ko'rsatib. Xo'p, rahmat.